Assalomu alaykum aka-ukalar. Bugun trekker mashinamizga propan uстановка qilib beryapmiz. Unga ketgan jihozlar oldi qismiga qo'ygan qismlar bilan tanishtirib chiqsam, original full variantda uстановка bo'lyapti. Porsche miya original Gofas 200. To'g'ridan to'g'ri Porschedan chiqqan. Reduktorimiz Nordic original italyanskiy reduktor. QR kodlari bo'ladi. Injektorimiz farsunkamiz italyanskiy injektor. Bunda ham original. Ishlanglarimiz Fagmin original ishlangan. Annarazli filtrlar bilan uстановка qilib bermoqdamiz. Orqa qismiga 48 talik zapaskani joyiga tabletga joylashtirganmiz. Orqasini ko'rishingiz mumkin. Shumkalari bilan aksiya narxda qilganmiz. Bemalol ustiga zapaskani qo'yib ko'rishlaringiz mumkin, poliklari ko'tarilib qolmaydi. Kimga agar shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. Metan va propan arzon va sifatli uстановка qilib beramiz.